Bugungi darsimizda o'sha mashhur nejniy Filadelfiyamizni qanday qilishni o'rgataman. Svejiy va vitaminlarga boy losos balig'imizdan o'tkir pichog'imiz bilan videoda ko'rsatilgandek 3 dona yupqa qilib nareska qilib olamiz. Xuddi shu balig'imizdan korzinka magazinlaridan topsangiz bo'ladi. Filadelfiya uchun nareskalarimiz tayyor. Bitta sochli bodringni olib, faqat yashil qismini videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Rolimiz uchun tidori noridan foydalanamiz. Norini teng yarmini bo'lib olamiz. O'rab olgan makiyasimizni qo'yib, norini olib, 120 gram guruchni qattiq bosmasdan 2 sm tashqariga chiqarib, 2 sm nori qoldirib, guruchni tekis qilib yoyib olamiz. Filadelfiya rolimizga 3 xil sir ishlatsangiz bo'ladi: kremette, krem chiz yoki saushkin. Sochni bodringimizni solib, rolimizga chiroyli qilib videoda ko'rsatilgandek qilib forma berib olamiz. Rolimizga forma berib, ikki chetini ozgina chiqarib, qo'limizning go'shtli tarafi bilan yaxshilab tekizlab olamiz. Rolimizning chetini tekizlayotganimizda e'tibor bering, formasini ushlab turibman. Rolni makesonni o'rtasiga qo'yib, yana bir bor yaxshilab forma berib, ustiga chiroyli nareskalarimizni qo'yib, nejniy Filadelfiyamiz tayyor. Barcha sushiga kerak bo'ladigan narsalarni Oloy bozordan topsangiz bo'ladi. Balig'imizni qo'yib, ustidan yaxshilab yana bir bor forma beramiz. O'tkir pichog'imizni ozgina suvlab olib, o'tkir pichog'imizni rolimizni o'rtasiga qo'yib bosmasdan videoda ko'rsatilgandek qilib aralab kesib olamiz. Rolimizni formasini yo'qotmasligimiz uchun barmog'imiz bilan umuman qattiq harakat qilmaymiz. Pichoqni ikki barmog'imiz orasida ushlab turamiz. 8 donaga tekis qilib kesib olgan rolimizni videoda ko'rsatilgandek qilib yana bir bor forma berib olamiz. Nejniy Filadelfiyamiz ham tayyor. Tarelkaga chiroyli qilib terib, dasturxonga tortamiz. Mazali Filadelfiya qilishni ham o'rganib oldik. Keyingi darsimizda Kaliforniya krab qilishni o'rganamiz.